Dasturimizni sport xabari bilan davom ettiramiz. O'zbekiston aralash jang san'ati assotsiatsiyasi rahbariyati Jizzax viloyatida ushbu sport turini rivojlantirish, sportchilarga munosib sharoit yaratish borasidagi ishlar bilan tanishdi. Tadbir davomida sportchilar bilan ham muloqot qilinib, musobaqalar o'tkazish bo'yicha takliflar bildirildi. O'zbekiston aralash jang san'ati assotsiatsiyasi rahbariyati Jizzax viloyatida ushbu sport turini rivojlantirish, sportchilarga munosib sharoit yaratish borasidagi ishlar bilan tanishdi. Dastlab viloyat yakkakurash sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabida aralash jang san'ati, pankration va grepling yo'nalishlarida mashg'ulot olib borayotgan murabbiylar va sportchilar bilan uchrashuv o'tkazildi. Muloqotda mashg'ulotlar olib borish uchun zarur jihozlarning mavjudligiga, musobaqalar tashkil etish orqali sportchilar mahoratini oshirish, viloyat terma jamoasini shakllantirish, o'quv yig'in mashg'ulotlari o'tkazish, mahallalar va tumanlar kesimida bellashuvlar uyushtirish orqali ommaviylikka erishish kerakligi urg'ulandi. Bundan tashqari joylarda sport to'garaklari faoliyatini yo'lga qo'yish, amalga oshiriladigan ishlarni muvofiqlashtirish, hamkor tashkilotlar bilan aloqalarni kuchaytirish kerakligi tilga olindi. Shuningdek, assotsiatsiya rahbarlari viloyat ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Ichki ishlar vazirligi Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati Jizzax viloyat kengashi joylashgan bino va sport zalidagi mavjud sharoitlarni ko'zdan kechirishdi. O'z navbatida kelgusida assotsiatsiyaning viloyat bo'limining sport bazasi loyihasi, mashg'ulotlar o'tkazish va oktagon o'rnatish bo'yicha rejalangan ishlar ma'lum qilindi. Xuddi shunday Jizzax shahridagi kiber sport arenasining mavjud imkoniyatlari namoyish etildi. O'z navbatida shu yerda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi bellashuvini tashkil etish yuzasidan fikr almashilib, taklif va tavsiyalar bildirildi. Bundan tashqari O'zbekiston aralash jang san'ati assotsiatsiyasi Jizzax viloyat bo'limi mashg'ulot zalidagi sharoitlar va mashg'ulot jarayoni bilan ham tanishildi. Mazkur jarayonda hududlarda ushbu sport sohasiga sharoitlar yaratish, oktagonlar tashkil etib, musobaqalarda muxlislik klublari faoliyatini yo'lga qo'yish lozimligi ham qayd etildi.